Eson sizlar bilan bugun shu Playcraft bugun sizlar bilan Pojilon o'yinchilarida Javrda mana shu Orolchada survor qilamiz. Agar shu video 10 ta like yesa, men shu Orolning sidini sizlarga ko'rsatib beraman. Unda ketdik o'yinga. Men ozgina rivojlanishlar qilgandim. Bu yerda ko'pgina daraxtlar chopib shunaqa ozgina ham kuchayib oldim. Bu darchalar esa kunni anglatadi. Men kunni ko'rsatadigan mod topolman, shuning uchun nima qilamiz? Yaxshi. Kep qo'yamiz. Yoqni tunchishi mumkin. Shuning uchun hammani qo'yish kerak. Men buni hardcore deb boshlamoqchi edim. Hardcore esa o'lib qoldim. Shuning uchun serverda o'ynashga qaror qildim. Taklaymiz. Shamiz. Manda. Da. Okey, qo'llaymiz. Hozirda bizda zaminda kravat yo'q, shuning uchun yerto'lada anon qilishim to'g'ri keladi. Bitkiga mana shu do'stlar, bilasizlar, yog'och ko'mirdan bunaqa chiroq qilsa bo'ladi hozir. Qilsa bo'lar. Lekin hardcore olamida buni qilsa bo'lmaydi. Ya'ni bunaqa chiroq yesa bo'lmaydi. Hardcore'da. Cho'pda bunaqa yesa bo'lmaydi. Hardcore'da. Shuni bilib qoldim yog'och ko'mirda. Hozir esa emasman, shuning uchun aytgancha bu yerda temirlar ham topgandim. Men albatta hamma o'yinchidek temir kirka yasaymiz. Aytgancha bu videoda maqsadimiz bu orolchada 100 kun yasash va barcha topshiriqlar bajarish. 100 kundan ko'p bo'lsa ham mayli. Mana endi bizga mana shu hattoki 1000 ya'ni 100 kundan ortiq bo'lsa ham. Bilasizlar, o'zimizda artefakt va 700 kundan kam vaqt ketgan. Men ham endi 100 kundan tanmadim. Qancha ketdi shunchada endi. Mana ochib qo'yamiz. Oblar kelsa shachcha qilamiz. Shular ham yetadi. Do'stlar, men qanaqadir programmamiz qo'shgandim mana. Mana bu yerda nima harakatlansa, zo'rning ovozi yuryapti degan narsalar chiqib keladi.
Oy. Ne. Aytgancha do'stlar, men unda o'shanda birinchi kun emas, balki 0-kun qilishim kerak. Adashib unda kengsa va unga teginmayman. Chunki hali endi boshlanganimdan birinchi kun kutmaydi-ku. Do'stlar, qilich samigan. Qilich. Unda qilich. 6, buniki 5. Unda bittaganida o'zi ikkitagan agar yo'q. Agar bittagina temir topib olsam, chilak yeyman. Chilak nima qilaman? Do'stlar, chilak nima qilaman men? Daryoda topsam. Keyin esa hozir ana o'tirib turish uchun qayiqga solish kerak. Qayiq. Qayiq. Tarcha. Buni ortib qolgan uchun esa buni ham bir kun kelib vazifasi keladi. Do'stlar, davay unda kutamiz. Ben düştüm alayım ya. Monster hele. De mahluk olsa. Endi bu yerda biz nima qilamiz? Endi bu yerga bitta sandiq joylab bu yer tekislab chiqish kerak. Sandık. Hamma keraksiz narsalarni bu yerga solaman. Bu. Onda bu narsalarni qilib boshlaymiz. Birinchi bu daraxtlarni qilib qamiz. Aka, ham kerak bular. Axir qornim och. Urug' tushsangchi. Ana urug' tushdi. Endi bemalol ko'chat ekin taqma mashhur bo'lsa ham bu ne oldu? Boy. Bu narsalar var ekan. Lekin o'zim ham birinchi marta buni ko'rishim. Ana o'z ustida. Mantiq yo'q.
Mojang kompaniyasi. Shunaqa aytganidek, erinchoq Mojang. Ana, yana bir topshiriq. O'zbekcha mol yo'qdek, hamma onda okey. Olamiz. Shu yer. Seni joying. So'qki kuni bu bizga isqotishi mumkin. Bittagina temir. Bakkancha men qornim och. Okey, chirigan go'sht yeyishga majburmiz. Bu fikr o'z ko'taring qiziq. Manda olma bor-u. Oy, olmaydi. So'qki kuni esa mana uchun. İşlerini boshlaymiz. Do'stlar, endi ochlik tufayli xayr cho'chqa Bari yemeyman. Hop, tushundim do'stlar. Yeyim kelmagan narsani o'ldirish qanchalar. Biz o'yinchilarga hech bir farqi yo'q. O'yinchi so'zni oqlash kerak. Onda do'stlar, xayr ko'rishguncha keyingi videolarda ko'rishamiz. Ikkinchi qismi uchun bitta buni va 20 ta like, 5 ta like yig'sangiz bo'ladi. Unda xayr.